O'zbekistonning 2 millionga yaqin qorako'z migranti bir yilda vatanga 19 milliardga yaqin pul yuborgan. Markaziy bank bergan axborotga ko'ra, 2025-yilda pul o'tkazmalari hajmi avvalgi yillarga qaraganda 27% oshgan va bir yil ichida 18,9 milliard dollar mablag' O'zbekistonga jo'natilgan. Eng ko'p pul o'tgan yilning iyul oyida 1 milliard 973 dollar yuborilgan bo'lsa, eng kam o'tkazmalar yanvar oyida 1 milliard 60 dollarni tashkil qilgan. O'tkazmalarning o'sishiga o'tgan yil davomida rubl kursining mustahkamlanishi va mehnat migrantlari sonining ortishi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Eng e'tiborli jihati, ayrim hududlarda aholi daromadining katta qismi aynan xorijdan kelayotgan pullarga bog'liq. 3 ta hududda daromadning 30% dan ortig'i, yana 5 ta hududda 20% dan ko'proq pul o'tkazmalari hisobiga shakllanmoqda. So'nggi 5 yil ichida xorijdan yuborilgan pullar 3 barobarga oshgan. Ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi esa 8,6% dan 12,8% gacha yetgan. Bu esa O'zbekiston aholisi, ayniqsa hududlarda migrantlar ishlayotgan davlatlardagi vaziyatga juda bog'liq ekanini ko'rsatadi. Ma'lumot sifatida aytib o'tish mumkin, 2023-yilda xorijdagi vatandoshlar 11,4 milliard dollar, 2024-yilda esa 14,8 milliard dollar miqdorida pullarni vatanga yuborgan. Vaqtingizni kuzatishda davom eting va sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.